Bizlarda hozir teshigimiz ikkita. Mana bunga yopishishimiz kerak bo'ladi. Buni suv hammom sifatida ishlatamiz. Suv hammom sifatida ishlatgan vaqtimizda bittasi suv ketishi kerak, ikkinchisi mahkam bo'lishi kerak. Endi ikkinchisi hayda olmaymiz, chunki ikkinchisiga topa olmadik. Qo'ldan kelgancha iloji boricha harakat qilyapmiz. Mahkamlaymiz. Bu to'xtat. Yaptı suv qo'ygan. Suv qo'ygan ustiga. Mana suv qo'y. Stulmi? Stulni olib kel. Suv qo'y, stul. Stulcha. Omad ustunga sifatida ishlatiladi. Nima uchun? Mana bu qizilgan vaqtda yuqori gradusga chiqadi. Yuqori gradusga chiqqan vaqtda, bu tepa chiqqan vaqtda bu sovutib tomchi holatga o'tkaziladi. Mana bu narsamiz endi qo'lboq qilib yasadik, bizlarda sovuq suvni beradi. Sovuq suv bugun keladida, mana bu sovuq suv orqali aylanadi. Mana sovuq suv tushishi kerak bo'ladi. Sovuq suv tushish natijasida bu yerdagi qaynagan suv bu holatda, ya'ni suyuq holatga o'tib tomadi. Mana suv solib haydayapmiz. Sovutgich hozir qaynayapti. Hozir endi biz sharoit o'zimizga qarab to'g'rilab olganmiz. Tomadi. Tomchi tomadi. Bu tomchilar tomoqda. Qaynamoqda. Ustiga shar qo'yganimiz bois ustiga yopishtirsangiz topolmay qo'ygan edik. Ko'tarib bu holat uchib ketmaslik maqsadida yopdik og'zini. Ust qismini. Hozir jarayonni to'xtatdik. Chunki vaqtimiz sal yetmay qoldi. Ancha vaqt oldi bu. Bo'shatib olyapmiz. Tiniq eritma hosil qilindi. Eritma deb suvni o'zini oldik. Mana dastlabki holati mana bu.